O'zbekistonda tovuq tuxumi qimmat deb o'ylasangiz, adashasiz. Men hozir sizlarga buni isbotlab beraman. Hozir tuxum eng qimmat bo'lgan 5 davlatni ko'rib chiqamiz. 5-o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu yerda 10 tuxumning narxi 63 ming so'm ekan. 4-o'rinimizda Singapur turadi ekan. Bu yerda 10 dona tuxumimiz narxi 68 ming so'm. Sababi esa tuxum mahsulotining 90% import qilinadi ekan. Top 3-imizni Islandiya boshlab beradi. Islandiyada 10 dona tuxumning narxi 74 ming so'm ekan. 2-o'rinimizda esa Norvegiya turadi. 10 tuxumning narxi 79 ming so'm. Sababi importni cheklanishi. Ya'ni ichki bozor raqobatdoshligi uchun import cheklangan. Va nihoyat 1-o'rin Shvetsariya. Shvetsariyada 10 dona tuxumning narxi 90 ming so'm turadi ekan. Sababi Shvetsariyada ekologiyaga qattiq nazorat kuchli bo'lgani uchun tovuq hamda tuxum yo'nalishidagi fermerlarni yetishtirish, boqish talablari juda qattiq qilingan ekan. Shuning uchun Shvetsariyada 10 dona tuxumning narxi rekord darajada 90 ming so'm tashkil qiladi ekan. Bu ma'lumotlardan keyin ham O'zbekistonda tuxum narxi qimmat deb o'ylaysizmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldirib o'ting. Shu hamda shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlardan quruq qolmaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.